Arzonchi ustazlar turganlarga tashlab qo'ysalar shu videoni. Aka nima deyapsiz? Siz buni arzonchi usullar qildi bo'lasizmi? Buni qimmatchi usullar ham qila olmaydi. Aka buni professionallar qilgan. Qanaqa qilib havoda suvni aka hech kim qila olmaydi. Qila oladigan marti bo'lsa kommentariyga yozsin aka. Mash pokiga bor, tekinga berib yuboraman. Aka, bu yerda maqsad bor. Nima uchun bu yerda o'tida havo tashab ketishgan? Terimiz qilmoqchi bo'lishgan aka bu yerda. Issiq suvini o'ylashgan aka. Biz ham siz issiq suvingizni o'ylayapmiz-ku aka. Sizga ham bunaqa terma paneli emas. Endi bunaqa qilsa topolmaysiz, aniq javob beraman. Shuning uchun sizni tayyor g'ishingiz bormi aka yoki polistyrol blokdan qilganmiz yoki qanaqa blokdan qilganmiz? Ustidan bunaqa termoizolyatsionni penoplast ishlatib yuboring aka. Buni tayyordan domlaga, betonlarga shunday qilolmasa, narxi juda arzon bo'lgan. To'g'ridan-to'g'ri ustiga travertin yoki xohlagan narsangizni yopishtirib olsangiz bo'laveradi. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr 65 ming so'mdan aylanadi. Aka, menimcha narx-navosi juda ham arzon bo'lgan. Bu terma panellarimizni universal dekordan topsangiz bo'ladi. Qurilishda ko'p foydali ma'lumot o'tkazmoqlik uchun aka obuna bo'lib qo'yisham esdan chiqib qolmasin. Uyga borsangiz, qishda sovuq, uyda dimiq ketadigan oilanlaringiz, do'stlaringiz, qarindoshlarga hozir shuni tavsiya qilib qo'ying. Keyin safar borguncha shuni qilib qo'ysa, uyda muzdek yoki qishda issiqqina o'tirasiz. Universal dekor ko'rsatish davom eting. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum.